Mashina jinsidan to'qib qo'ydim. 2018-yilda ishlab chiqarilgan mashinamiz kondisioner bo'ladi, kondisionergacha ishlaydi. Uchtalik mashinamiz. Mashina balonlarini ko'rsatib o'taman. Balonlar yangi holatda. Mashinamizning zangi olingan, bitta detalda kraskasi bor. Salon holatini ko'rsatib o'taman. Zapaskasi bir marta tushgan. Mashinamiz ideal holatda. Bagaj holatini ko'rsatib o'taman. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 3600 komobot kelishtirib beriladi. Mashinaning bagaj qismini ko'rsatib o'taman. Gendareniz beriladi. Yili 2018-yilda ishlab chiqarilgan. Zapaskasini ko'rsatib o'taman. Zapaskasi qo'yilmagan. Zapaskasi yangi. Kimga kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqib kelishtirib beriladi. Mushukchamizning holati.